Va nihoyat bitta ishni eplading. Shunday xo'jayin, shunday. Endi hamshirani nima qilmoqchisan? Ta'tilga jo'natamiz xo'jayin. Shartmi? Albatta. Axir hamshira yagona guvoh. O'zingiz o'rgatganingizdek, guvohni bittasi ham ortiqcha. Ha, Bekpo'latchi. Bekpo'lat? Nima Bekpo'lat? Bekpo'lat guvoh emasmi? U o'zimni odam. Unda hamshirani ham ta'tilga kuzatmasdan o'z odamingga aylantir. Kerakli toshning og'irligi yo'q deyishadi. Men o'sha hamshirani ko'rdim. Ko'zida olov bor. Bunaqalar hech narsadan qaytmaydi. Ishonchim komilki hech kimni sotmaydi ham. Hali u bizga kerak bo'ladi. Xo'p, o'ylab ko'raman. O'ylab ko'rish uchun kalla kerak, ahmoq. Sen o'ylama. Men aytgan ishni bajar. Xo'p bo'ladi xo'jayin, men unday demoqchi emasdim. Men hamshirani qayerga ishga olishni o'ylab ko'raman demoqchi edim. Mana bu boshqa gap. Faqat shoshilma. 1-2 oy o'tsin. Qorlar yog'ib, izlar bosilsin. Agar hamshira hech kimda shubha uyg'otmasa, uni qayerga ishga olishni o'zim aytaman. Xo'p bo'ladi. Endi boraver. Yaxshi. Hayda ketdik. Ha, yaxshi. Mayli Soipov. Sen boraver. Xo'p bo'ladi. O'rta boshliq, Ha? bitta savol bersan maylimi? Mayli, sen bir emas, ikkita savol berishing mumkin. Bugun senga hamma narsa mumkin. To'daning ichida odamimiz bormi? Nima deding? Tushunmay qoldim. To'daning ichida odamimiz. To'g'rirog'i odamingiz bormi? Bu nima deganing, Soipov? Agar to'dani ichida odamim bo'lsa, shu paytgacha ularni hammasini qamoqqa tiqmasmidim? Demak, menga hali ham ishonmaysiz. Seni tushuna olmayapman, Soipov. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Demoqchi bo'lganim, agar to'daning ichida odamimiz bo'lmasa, Rustam bilan Boyto'rani qochishi, Fozil Jo'rayevga suiqasd qilinishini qayerdan bildingiz? Ey Komiljon. Umrim turli jinoiy to'dalar ortidan quvish bilan o'tdi. To'g'ri. Ba'zan qo'lim baland kelib yutdim, ba'zan yutqazdim. Lekin bir qadam ham ortga chekinganim yo'q. Hamisha o'zim to'g'ri deb bilgan yo'ldan yurdim. Qonun chizib bergan chiziqdan chiqqanim ham yo'q. Ichki ishlar idoralari sha'niga dog' tushiradigan ishlar ham qilganim yo'q. Bularning hammasini bilaman, o'rta boshliq. Shuning uchun ham sizni hurmat qilaman. Faqat keyingi paytlarda ayrim ro'y berayotgan voqealar meni o'ylantirib qo'yyapti. Baribir hovliqmaliging qolmadi-da, Soipov. Berdisini aytguncha sabring chidamaydi. Senga aytmoqchi bo'lganim, yillar davomida tajriba orttirdim. Raqibim qachon va qayrimga zarba berishni ham o'rgandim. To'g'ri, buning uchun ko'p kaltak yeyishimga ham to'g'ri keldi. Rustam bilan Boyto'rani qochishi, Fozil Jo'rayevga suiqasd qilinishini sezishim, nazarimda ana shu tajribalarimning mevasi bo'lsa kerak. Mayli, ko'rib turibman. Hozir sen menga ishonmayapsan. Lekin meni yoshimga kirganingda o'zingda ham shunday qobiliyat paydo bo'lsa, ya'ni 7-tuyg'u. Ana o'shanda bir paytlar boshlig'imga
ishonmay bekor qilgan ekanman deb afsuslanasan. Uzr o'rtoq boshliq. Kechga ruxsat bering. Bor aka. Xo'p. Ha. Topshiriq esingdan chiqmasin, ha? Xo'p bo'ladi. Boraver. O'zlarim o'rtoq tergovchi. Yo'qlamay qo'yganingizga ancha bo'luvdi, ha? Bir yaxshi ukam bor edi. Akasini unutib yubordi deb o'ylay boshlagandim. Albatta. Amringiz bosh ustiga. Hozir 10 daqiqada aytgan joyingizga yetib boraman. Xo'p. Marhamat. Qanday ovqat buyurasiz? Taomnoma shart emas. Ikkita kabob, Xo'p, non, choy, achchiq salat. xo'p bo'ladi. Bo'ldimi boshqa narsa? Aytganday, Labbay. ikkita pivo ham. Xo'p bo'ladi. Qani gapiring Komil aka. Dunyoda nima gaplar? Qiziq siz-a, Shuhratjon. Bizda nima ham yangilik bo'lardi? Jinoyatchilar qochadi, biz quvamiz. Ular yana qochadi, biz yana quvamiz. Shu bilan tong yotadi, kun botadi. Hayot shu. Juda ham kamtarsiz Komil aka, kamtarsiz. Lekin ortiqcha kamtarlik ham manmanlikka kiradi, shuni unutmang. Xo'p, Shuhratjon. Sizni nimalar qiziqtiryapti? Siz so'rang, men javob beraman. Janoza qanday o'tdi? Nima balo? Hammanglar kelishib olganmisizlar? Nega? Hozirgina o'zimni boshlig'im shu masalada savol-javob qilgandi. Endi siz qiziqyapsiz. Aka, maqsadimiz bir. Unda eshiting. Lolaxon. Bormisiz, singlim? Qancha bo'ldi-ya sizni ko'rmaganimga? Adashmasam, har kuni shu xonada ko'rishamiz, o'rtoq kapitan. To'g'ri. Har kuni ko'rishamiz. Lekin begona nazarlar bizga xalaqit qiladi. Menimcha, bizni xonadosh hamkasblarimizdan yashiradigan sirimiz yo'q edi. Sirimiz yo'qlikka yo'q-ku-ya. Lekin meni sizga beradigan hadiyam bor. Bu sovg'ani odamlar oldida bersam, sizga ham, menga ham uncha yaxshi bo'lmaydi. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Lolaxon, bu mutlaqo siz o'ylagan maqsadda berilayotgan sovg'a emas. Men buni sizga to'g'ri ma'noda beryapman. Erkak kishi o'z-o'zidan begona ayolga qimmatbaho sovg'a qilsa, buni qanday qilib to'g'ri tushunish mumkin? Meni to'g'ri tushunishga harakat qiling. Uyda kenja o'g'ilman. Singlim bo'lishini butun umr orzu qilganman. Bu sovg'a sizga chin ko'ngildan. Uni akani o'z singlisiga sovg'a sifatida qabul qiling. Agar menga qimmatbaho sovg'a berganingizdan kelinoyim xabar topsalarchi? Kelib sochimni bittalab yulsalar, a? Kenayizmi? Aslo. Nega bunchalik ishonch bilan gapiryapsiz? Chunki kenayizda bunaqangi sovg'alardan bir vagoni bor, singlim. Buni badalini nima bilan to'layman? Yana qaytarib aytaman. Ofitsiant, Labbay. Kejor, hisob beraverasiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Komil aka, bir savol bersam ko'nglingizga olmaysizmi?
Mana 1 soatdan oshiq suhbatlashgan bo'lsak, faqat siz savol berdingiz. Men javob berdim. Shuncha savolingizni ko'ngliga olmagan odam so'nggi savolingizga ham chidarman. Yo'q, hazildan tashqari. Sizni bir odatingizga sira tushuna olmayapman. Xo'sh, hayratga solgan qaysi odatim ekan? Siz bilan mana 3-4 marta tushlik qildik. Har safar 2 butilka pivo buyurasizda, lekin bir qultum ham ichmaysiz, ha? Ishga kirgan paytimda Ergash aka degan birinchi ustozim bo'lardi. Yozib oshxonaga kirib qolsak, birinchi bo'lib 100 gram aroq buyurardilar. Ha, Xuddi menga o'xshab ichmasdilar. Bir kuni u kishidan Ergash aka, ichmasangiz nega aroq buyurasiz deb so'radim. xo'sh. Soddaligini qarang. Spirtli ichimlik buyurmasangiz, ofitsiant yaxshi xizmat qilmasmish. A? Tavba. Shu. Avvaliga hazil aralash 100 gram, 200 gram aroq buyuradigan bo'ldim. Qoyil. Keyin odat tusiga aylandi. Keyingi safar mana shu zormandani buyurtma qilmasdan bir sinab ko'ramiz. Ofitsiant qanday xizmat qilar ekan, ha? Yaxshi fikr. Xuddi shunday qilamiz. Unda o'zim mehmon qilaman. Bo'pti. Kosani ushlab o'tirmagin o'g'lim, ichgin endi buni. Qaysarlik qilmagin, ho'pla sho'rvadan. Senga shifo bo'ladi. Quvvatga kirasan. Sovutmagin bolam, icha qol. Issiq ichsang, tanang yayraydi. Quvvat bo'ladi bolam, ich. Oxirigacha simirvola qolsang-chi. Xo'p, ichyapman. Ey, Soraxon, birovi bolasini namichi urishasan? O'z holiga qo'ygin. Hozir ichmasa, keyin ichadi. Balki ichkisi kelmayapgandir. Otasi qanaqa odamsiz? Nega birovni bolasi bo'larkan? Qarang. Xudoyberdimni o'zginasi. Onang o'rgilsin. Allohning qudratini qarang. Birini olsa, birini berar ekan. Men tergamasam otasi, kim tergaydi bu bolani? Onajon, sho'rvangiz juda ham mazali ekan. Ona degan tillaringdan onang o'rgilsin. Ich bolam. Sen otangning gapiga quloq solma, xo'pmi? Yoshligidachi alpomishday yigit edi. Nimaga kulasiz? Mana endi qarib miyasi suyuldi qoldi. Hozir ham alpomishday yigitmiz, tog'ni ursak talqon qilamiz, xo'pmi? Qo'ysangchi. Sen e'tibor berma. O'g'iltoy, sen olur. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling qizim. Assalomu alaykum Timur aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tuzalib qoldingizmi? Ha. Voy, sen qiz ekansan-u. Nima, meni bolam kasalmidi? Tuzalib qolsa, u soppa-soq. Faqat ozgina u buyog'i lat yegan. Xola. Ko'chada qo'ling singur bezorilar boshiga uribdi-da. Yaxshi bo'lib ketadi meni bolam. Xudo xohlasa 3-4 kunda ko'rmaganday bo'lib ketadi bolajonim. Ha. Mana yonimda o'tirgan cholim bor-ku. Mana otang. Bu odam ham qarchig'ayday yigit edi. Ko'chadan urishmasdan kelmasdi. Yaktagi butun kelgan kuni bo'lmagan, bildingmi? Ha. Yigitchilikda bo'ladi. To'g'rimi? Bo'ladi. Ol, ich. Balki ularni hol qo'yarmiz. Bir-biriga gapi bordir. Gaplashib olsin. Biz bir uyga borib xabar olib kelaylik. Yo'q. Siz qiziqchil ekansiz-ku. Ha, bolam shu ahvolda yotadi-yu, men qanday uyga borib kelaman? Bekorlarni aytibsiz. Hech qayerga ketmayman. Ha, kel. Yo'q. Mana yonimda turgan qiz kirdi-ku hozir. U qizni bilmasam, men tanimasam, qanday qilib ikkalasini yolg'iz tashlab ketaman? Xudoy berdimi, shu bilan qoldiramanmi? Xotin xabar olib qaytib kelamiz deyapman-ku, mol-poldan xabar olaylik. Men dedim-ku, nimaga tushunmaysiz? Farqi yo'q. Egan, tushing. Qani keling.
ketdik. Qani? Sen qizim kampirimdan xafa bo'lmagin. Bibi Soraxon o'zi juda ham yaxshi ayol. Faqat sal shartdakiroq. Ota, xafa bo'lganim yo'q. Haligi agar sizni ko'nglingizga kelmasa, bir narsa so'ramoqchi edim. Bemalol qizim, faqat mana bu yerga o'tirib olaylik. Mayli, yuring. Kel. Bismillahirrohmanirrohim. Ota, Xudoyberdi kim? Uzr. Bilib bilmay yarangizni tirnab qo'ydim shekilli. Qo'yaver qizim, menga e'tibor berma. Kampirim aytganiday, odam qarigandan keyin miyasi suyulib, yig'laq bo'lib qolar ekan. Xudoyberdi Xudodan tilab olgan yolg'izgina o'g'limiz edi. Umri qisqa ekan, peshonamizga sig'madi. Xudo rahmat qilsin. Avlodimiz polvon o'tgan. Xudo bir tarafdan bergan bo'lsa, bir tarafdan bermadi. Biz to'yimizdan keyin ancha yil farzand ko'rmadik. Do'stlarimiz, yoru birodarlarimiz, qarindosh urug'larimiz maslahat berishdi. O'zbekistonimizni 7 viloyatida 7 pirri xoqi yotibdi. Borib ziyorat qilinglar. Tilovat qilinglar. Yaratganga iltijo qilib farzand so'raylar deyishdi. Inshaalloh niyatinglarga yetasizlar deyishdi. Aytganlarini qilib 7 pirri qabrini ziyorat qildik. Keyin Xudo bizga qo'chqorday o'g'il ato etdi. Ismini Xudoyberdi deb qo'ydik. Egamni olib kelishguncha o'zimizning ishimizni gaplashib olsak degandim. Yaxshi, qani o'tiringchi. Yana Mayor Soipovning ustidan shikoyat tushdi. Agar Sobirova yozgan bo'lsa, xabarim bor. Yo'q, bu gal Sobirova emas. Uni advokat Adashov yozgan. Xo'sh, Adashov bu gal nimani yozibdi? Soipov Yoshlar ittifoqini Sulaymon Sobirovga bergan kafillik xatini jinoiy ishga qo'shmasdan otib yuboribdi. Bundan ham xabarim bor, o'rtoq prokuror. Unda advokat Adashovning da'vosida jon bormi? Afsuski, ha. Kim bilmadim-u, lekin Soipovni qonunni buzishini xayolimga ham keltirmagandim. Lekin Soipovning ham haq tomonlari bor-da. Xo'sh, 2 oy avval ikkita yigit o'g'rilik bilan qo'lga tushgan. Yoshlar ittifoqining kafillik xati bilan jazodan ozod etilgan. Ha, xabarim bor. O'sha yigitlar kechagina talonchilik bilan qo'lga tushishdi yana. Talonchilik vaqtida bir yoshgina qizni pichoqlab ketishgan. Shuning uchun ham Soipov to'nini teskari kiyib olganda. Xo'sh, endi nima qilmoqchi? Ertaga tuman yoshlar ittifoqi raisini suhbatga chaqirgan. Mayli, gaplashib ko'rsin. Keyin biror qarorga kelarmiz. Yaxshi, lekin ehtiyot bo'lsin. Sobirovani ham, Adashovni ham o'zingiz mendan yaxshi bilasiz. Ular erkatoylarni chiqarib olish uchun hech narsadan qaytishmaydi. Bilaman, prokuror, bilaman. Nazoratga olaman.
Xudoy berdiyam avlodimizga tortib polvon yigit bo'lib yetishdi. Bir kuni uyga qaytayotganida 3 ta bezori bir qizga tegajonlik qilayotgan ekan. Uni qutqaraman deb o'rtaga tushgan. Bezorilardan biri nomardlik qilib, o'g'limni orqasidan kelib pichoq uribdi. Yiqilib yotgan joyida rosa tepishgan bechora. O'g'lim o'sha yeri o'zida jon taslim qildi. Umri qisqa ekan. Osmon uzoq, yer qattiq. Bu ham Xudoni bizga bergan imtihoni ekan deb chidadik. Lekin kampirimga qiyin bo'ldi. Mana Xudo berdini o'tganiga bu yil 15 yil bo'ldi. Lekin uni bibisora har kuni eshik tikilib zor intizor kutadi. Uzr ota. Yarangizni yangilab qo'ydim. Bilib qo'y qizim. Farzand dog'i hech qachon bitmaydigan yara ekan. Sen o'zingni aybdor deb hisoblama. Qaytaga senga gapirib bir ichimni bo'shatib oldim qizim. Yuvib, dazmollab olib keldim, bolam. Rahmat ona. Bu yerdan chiqsang, yangilarni olib beraman. Yo'q, shart emas, uyda ham bor. Onalarni olib bergani boshqacha bo'ladi, o'g'lim. Xo'p. Bolam, hali kelgan qiz kim? Ha, umi, Lola. Nega seni yo'qlab qopti? Birga ishlaymiz. Melisami? Ha. Shunga uylanmoqchimisan? Hali bu haqda gapirmadim-ku. Onani ko'ngli hamma narsani sezadi. U qizni senga qarashiga e'tibor berdim. Senga qaraganda-chi, ko'zlari yonyapti. Seni yaxshi ko'rar-ekan. Ona. Siz nima deysiz? Unga uylansam bo'larmikin? Yo'q, bo'lmaydi. Nega? Melisadan xotin chiqmaydi, bolam. Nega? Namuncha nega deb savol berasan, o'zing o'ylab ko'r. Hech zamonda Melisani xamir qorib, tandirda non yopganini ko'rganmisan? Sigir sog'ib, tappini yopishtirganini ko'rganmisan? Bo'lmaydi. Kechir, onang o'rgilsin. Ana, Melisadan xotin bo'lmasligini o'zing ham aytding, og'rimadimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Yaxshi. Bo'lmaydi-da. Kiring. O'rtoqboshi, mumkinmi? Mumkin, kelinglar. Kiring. Ruxsat eting, o'rta boshliq. Ruxsat. Gumonlanuvchini olib keldik, olib kiraylikmi? Olib kiring. Xo'p bo'ladi. Kiring. Yigitlar, egamni qo'lini yechib, tashqarida kutib turinglar. O'rtoq prokuror, bu nizomga zid. Nima nizomga zid u nima zid emasligini sizdan yaxshi bilamiz. Yigitlar, kishanni yechinglar-da, o'zinglar qabulxonada kutib turinglar. Xo'p bo'ladi. Chiqib turinglar. Kerak bo'lsanglar chaqiramiz. Mana bu kursiga o'tiring, egam. Xullas, avval boshdan aytib qo'yay.
Bu so'roq emas. Qonunga zid bo'lsa ham, polkovnik Halimovning topshirig'iga binoan oddiy protokolsiz suhbat bo'ladi. Shuning uchun bu yerda boshqarma boshlig'i men, tuman prokurori Samadov, prokuratura tergovchisi Oripov va jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Soipov o'tiribmiz. Siz bilan oddiy hamkasb sifatida gaplashmoqchimiz. Fikrim ma'qulmi? Rozimisizlar? Ma'qul. Ma'qul. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ha, rahmat. Ana bo'ldi. Qo'lingizni buking. Qizim, rahmat. Arzimaydi. Sog'ayib ketsinlar. O'g'lim, bolam, seni kimga uylanishingni topdim. Kimga uylanar ekanman? O'zim seni doktor qizga uylantirib qo'yaman. Kimga? Doktor qizga? Nega aynan doktor qizga? Chunki bularchi odamga mehribon bo'lishadi. Ona, Labbay bolam. doktor qizlaringiz oppoq xalat bilan sigir sog'ib tappi qilarmikan? Senday yigit uylanaman desa, tappi qilish nima ekan? Tog'ni ham talqon qivoradigan qizlar bor, onang o'rgilsin. Manaman degan qizlar jon deb tegvoladi. Sen tuzalib ketganda ishqim. Mana shunaqa gaplar sira ko'nglingga olmagan, xo'pmi? Kelinglar. Men ketyapman. Bismillahirrohmanirrohim. Egamov, men sizni shu kungacha pok vijdonli odam, kasbdosh sifatida juda qattiq hurmat qilardim. Hammadan kutsam ham, aynan sizni bu iflos o'yinlarga aralashib qolishingizni kutmagandim. Polkovnik Halimov ham shu fikrda. Endi vaqtni bekor o'tkazmaylik-da. Keling. Erkakchasiga ochiq oydin gaplashib olaylik. Shu yerdagi gap shu yerda qoladi. Farruh aka. Bekorga vaqtimizni olmang, jim o'tirib. Yaxshisi, nima uchun, qanday va nimani evaziga siz bu jinoiy guruhga aralashib qolganingizni bir boshdan sekin-sekin tushuntiring aka. Axir shuncha yillardan beri ichki ishlarda halol ishlab kelgandingiz. O'z kasbiga, ustidagi formasiga xiyonat qiladigan odam emasdingiz-ku. Shunday inson nega tubanlikka yuz tutdi? Siz bizga rostini ayting. Agar imkon bo'lsa, qonun doirasida biz ham sizga qo'llaniladigan jazo choralarini yengillatishga yordam beramiz. Faqat rostini gapiring. Hammasi juda oddiy va kutilmaganda boshlandi. Ketyapman. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi dadasi? Ha, tinchlikmi? Tinchlik. Nimaga chaqirding? Voy, siz yaxshi ko'radigan somsa pishirdim. Qachongacha o'sha qamoqxonada ovqatlanasiz? Issiqni somsa yeb keting dedim. Men seni kimligingni bilmaganimda mana shu gapirgan gaplaringga ishongan bo'lardim. Meni yuragimni siqmaginda, ayt, nima gap, tinchlikmi? Tinchlik dadasi, tinchlik. Shunchaki o'zim sizni sog'inib ketdim. Yuring. Mohi? Ha? Sen bir baloni boshlagandirsanki, meni chaqirding. Nima gap? Ochiq ayt. Dadasi, somsa sovumasidan issiqligida yeb ola qoling. Keyin bafurja gaplashib olamiz, xo'p? Oling, oling. Yaxshi ko'rasiz-ku.
Ha, Ovqatlar Judayam yaxshi yaxshi ekan, bo'pti. ha? Qo'shilganingizga xursandmiz galiga. Rahmat, menam. Iloyim omon bo'ling. Ana desert keldi. Olinglar, Rahmat, qizim. olinglar. Mazasini bir ko'ringlar-chi. Ezozaxon. Olinglar. Bu-chi afg'onchani yangisi. Qani olinglar. Mazzasi og'zingizda qoladi. Yo'q-e. Osh bo'lsin. Xo'p, qizlar, diqqat. Bugun Mohiraxonni gapi ekanini bilasizlar-a? Ha, voy. Bilamiz. Ogohlantirganman. Xo'p. Qani hammanglar gapni egasiga ataganinglarni bir chiqaringlar-chi. Bo'ldi. Xo'p, xo'p. Bo'pti. Berib yuboraylik. Keyin bemalol o'tiramiz. Ha, xo'p. Mang. Oling. 100 dan qizlar. Mana, 100 dan. Ezozaxon. 300. Ezoz. Yaxshi. Iye. Matluba opa. Yana so'm olib keldingizmi? Axir sizga necha marta aytish kerak? So'm emas, dollardan o'ynaganmiz deb. O'yin buzuqlik qilmang. 100 dollardan deb tayinladim-ku. Voy, nima bo'pti endi? Kecha turmush o'rtog'im maoshlarini kechirib olgandilar. Ha, shunga ulgurmadik dollar qilishga. Bugungi kursda so'm olib keldim. Nima farqi bor? Qo'ysangizchi, yana o'sha gapmi? Chiqaring sumkangizdigini. Voy, har doim hazilni xuddi shunday qiladilar. Shuni ayting. Qani, uzating. Hazlashib ham bo'lmaydimi? Darrov bilasiz, jonim. Sezaman-da. Rosa ayyorsiz-a? Mana, qancha kerak? Qancha bering? Himmatingiz Voy, bering. voy, eshilib ketdilar-a. 100. Hammasini bering. Boyga Mana, balo mana. urarmidi? Voy, bersam beraveraman. Qaytarishga qiynalmasalar bo'ldi. Mana. Qancha bersam shuncha olaman-da, to'g'rimi? To'g'ri. 500 bo'ldi. Ha, endi hazil. Mana, oling. o'tirgan yaxshi-da. Barakasini bersin. Bizga qo'shilib to'g'ri qildingiz. Agar shu gapga qo'shilmaganingizda, hali ham uyda eringizni qo'liga qarab o'tirgan bo'lardingiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'ppa to'g'ri. Barakasini bersin. Xamir turishdek oshib ketsin. Ilohim, yaxshi kunlaringizga ishlating, singlim. Rahmat. Qani qizlar, davom ettiramiz. Desertga qaranglar. Olinglar. Olinglar. Voy, mazzasini Mohiraxon, dashtaga qaranglar. ozod sharq ayollariga qo'shilganingiz bilan tabriklayman. Olinglar, Rahmat. Bu kichik bir hadya. Rahmat. Yaxshiyam borsiz. Sog' bo'ling. Mana, gapga qo'shilib 500 dollarlik bo'lib oldingiz. Xursandmisiz? Endi bir o'ylab ko'ring-chi, eringiz sizga qachon "Ma ol" deb 500 dollar bergan. Beraban bo'pti. Mana meni erim boyvachcha. 500 dollar emas, 500 ming bersin. Esidan chiqqunicha minnat qiladi. Shuning uchun ham ayol kishini o'zi harakat qilishi kerak. Ha, to'g'ri aytasiz, opa. Bu erkaklarga indamasang, ayollarga bir buyumdek qaraydi. To'g'ri, to'ppa to'g'ri. Bundan keyin siz ham dadilroq bo'ling. Ustingizdagi kiyimlaringizni qarang, xuddi bozorchi xotinlarga o'xshab qolibsiz. Axir kim aytadi sizni general xotini deb? Voy, erim general emas-ku, opa. Ha, bugun bo'lmasa ertaga bo'ladimi axir? Ilohim aytganingiz kelsin. Men sizga qanday yashashni o'rgataman. Faqat aytganimni qilsangiz bas. Xo'p, opa. Kim nima deb o'ylashi men uchun qiziq emas. Eng asosiysi Temirjonning timsolida Xudoyberdini yana qaytardi-ya, Xudoyim. Xudoyberdini ko'rgandayman. Shunisiga shukr deyman-da, otasi. Barakalla. Mana ko'ring-chi. Narx qancha ekan bu xazinani opajon? 5000 dollar nima ekan? Aylanay. Gap yo'q, opa. Olamiz. Meni buncha pulim yo'q. Belgisini aytguncha jim o'tirsangiz-chi, Mohiraxon? Unda ko'nglim uchun maqtab qo'ying. Hech bo'lmasa narxini so'ramaysizmi? Xo'sh, narx qancha ekan? 5000. 5000? Lekin menga tuzoq qo'yayotganini bilmasdim. 5000 hayotga kelgan emas. To'g'risi. Bizda birdaniga berishga buncha pulimiz yo'q. Pulingiz bo'lmasa, Sizga bilyam taqishni kim